Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Chin güzel Yepak Yolu Sadasi programmasida qatnashgan mayirlarning chin haqiqiy ovozdan olishga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Chinuri biotexnikasida Sulton zavodida ishlangan go'zallik bilan chin go'zal kirim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bugungi programmamizda qatnashgan mayirlarning qanday tarixligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Undaqda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinchi darajaga erishgan mayirni asal makoni g'ulja tishlab sapto va aslini bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktil musulmoncha maktab ishlab chiqarish shirkati 200 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi daraja mukofotimizga oid katta uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib, Xudgar markasidagi a'lo sifatli yurishlik soda suyini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Xudgar fan texnika taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Şindarcı mukofatimiz esa Uyg'ur tibobatchiligida belgilik o'sish hosil qilgan Xinjiang Kinara mablag'chiligi Erkon mahsulotlari ta'minlagan 100 million qiymatidagi avtomobil. To'rtinchi daraja mukofatimiz esa Zlotnozdan namoyon so'g'an Xinjiang Mo'tvar xalqaro so'z shirkati Alzoq kiyimchiligi ta'minlagan 50 million qiymatidagi avtomobil. Shunday o'rindoshlar, mukofot buyumlarimiz intayin katta. O'z navbatida bizning mayirlarimizning tayyorligi intayin puxta. Qani, mayirimiz sahnimizga marhamat. Bepoyon Yepak yo'lida talay alla bo'lgan. Mana bugun yangi Yepak yo'li sadoyimizga Qozog'iston elidan bir suyumli qizimiz do'stlik salimini yetkazdi. Do'stlik, qarindoshlik mehri jiroq yo'llarni mo qisqartalaydi. Assalomu alaykum. Ismim Mushtari Islom. Qozog'istondan keldim. Yil 18 yoshga to'ldim. O'zim rassomchilik qiziqman. Do'stlarning bir meni talab qilgandek bo'lsa, men bekmoq xursandman. Bugungi musobaqada 16-likning ichiga kirishim komil. Mana bugungi kunda shu san'at musobaqasiga mushtarini akeldim. Men shu qizga o'zimning ijobiyatimdan uyityapman. Staj yo'lda ham ot yo'lda yaxshi oliy tilaklar va oliy o'rinlardan o'rin topmaydi qolar edim.
kuş koydan endim anendek Kara taşlar sulup aktı Minem ahım Assalomu alaykum. O'zingizni bir tanishtirib qo'ying. İsmim Mushtari Islomova. Qozog'istonning Olmut shahridan bo'lman. O'zingiz o'qiyapsizsiz? Student San'at maktabida. Qozog'istonda. Yishingizga boqqanda mushu naqshini yaxshi aytdingiz. Necha yosh kirdingiz? 18. Voy, chiqin. Mana 18 yoshda ovoz to'xtaydi. Sizlarni. 18 yoshdan burungi ovoz endi yo bir joy turishi mumkin, yo o'zgarib ketishi mumkin. Ovozingiz to'xtabdi, rahmat, yaxshi o'qitdingiz. Yaxshi aytdingiz. Mushtari qizim, bir savol so'rasam, dadangizning ismi nima? Ablahat Islomov. Ben sizin dadınızı tanıyman. Qozog'istonda tanılgan ijodchi. To'g'ri mi? Durust. Men o'rgangandan keyin, sizni ko'rgandan keyin azroq gumon qildim shumi nima? Men sizning naqshingizni anglagan burun. Maktabdami bir yerda anglagan? Maktabda. Qozog'istonda, ha? Shunga men o'zimning o'rilmaganimga intayin pushaymon qildim. Naqshini nayt chiroyli aytdingiz. Siz buningdanmi chiroyli ayta olasiz, men bilaman. Siz bizga ayni vaqtda Qozog'istonda Uyg'ur maktabida naqsh aytpagan vaqtida buningdan kichikdingiz. Lekin shu chaqda mana shunda cho'ng naqshda aytpagandingiz. Sizga opirin. Ammo bugun ovozingizni toniy olmay qoldim-da. Ma'u naqshini balkim jiddiylashib, o'zingiz Nafas ko'tarilib ketdi. O'zini to'liq ifodalay qoldi. Afsus. Afsus, rost afsus. Yaxshi bo'ldi. O'zingizni shunday chiroyli o'qimoqkansiz, men nayt afsuslandim. Hozir Olmaotada o'qiyapsiz, shundaqmi? Qaysi kasbda o'qiyapsiz? Dirijorlik kasbida. Vay, chavak! Rahmat sana. 18 yoshda mashina yetib kelib dirijorlikga oson kasb emas. Yaxshi niyat qilibsiz. Sizni qutlayman. Muborak bo'lsin. Biz qolgan uchimiz nayta afsuslanarlik ichida o'zimizning bu qilgan etganlarimizga pushaymon qilyapmiz. Tushundingizmi? bir ilg'or bir o'quvchimizga biz bilet tashlamay qoldik. Bu afsus. Ammo Mahmud apandim zo'r yetakchi. Siz tushunasiz bu gaplarni. Mahmud akangiz bir yaxshi ijodiyatchi. O'z navbatida bizning elga tunilgan bir naqshchimiz. Sizning talantingizga yana talant qo'shib, qanotingizni texmi keng qoqidiganga sharoit hozirlab bera oladi. Siz biz hammamiz o'xshashla omad tilaymiz. Cüret, qat'iylik, o'zdim halqish ro'yi bu qizda toza o'z ifodasini topdi. Mahmud Sulaymon efendi mushtariy singlimizni yangi bir pallaga yetaklaydi.